qizim? Oyi, bechora odam akani mana shu pulni amakiga beraylik. Voy, o'zimga mehribon qizim. Xuddi o'zimga o'xshaysan. Ha, bera qol. Men amaki. Rahmat katta. Yura qol. Menga qara. Qachon biron bir ishni boshini tutasan, axir yosh bola emassan-ku. Bir oilani boshlig'isan. Yaqinda ota bo'lding. Yo'q, nahotki mas'uliyatni his qilmasang? Ey aka, nima uchun nasihat qilaverasiz a? Nima men sizni bolangizmanmi? Bolam bo'lganingda o'zim bilardim. Allo. Ha, o'rtoq. Ha, bo'ldi, ko'rishamiz. Bo'pti aka, meni chaqirishyapti. To'xta. Mana shu og'aynilaringlamchi, o'zingga o'xshagan takasaltang. Qachon biron bir ishni boshini tutasan-a? Aka, hech qachon. Tushundingizmi? Doim aql o'rgatasiz. Zaragini ber. Voy, nimaga? Menga pul kerak. Bolangiz isitmalayotgan bo'lsa, gapirayotgan gapingizni qarang. Bolani kasal qilgan sensan. Yaxshilab qarash kerak edi. Nima? O'zingiz masmani kun ichib kelib bola bilan bizni ko'chaga haydagan. Bo'ldi, boshimni ortmagin. Zaragini hech. Menga pul kerak. Qimorda yutkazib qo'ydim, tushunyapsanmi? Yechmayman. Yech dedim. To'xta. Qayoqqa ketyapsan? Bolangni issig'i chiqayotgan ekan. Aka, meni ishimga aralashmang. Qanaqa otasan o'zi? Qoching yo'ldan. To'xta. Shu paytgacha qayerda yuribsan? Uyda hujjatlari qayerda? Nima qilmoqchisan? Ishingiz bo'lmasa, menga uyda hujjatlari kerak. Senga uyga hujjatlarini ishonib bo'larmidi? Aka, kecha shu yashab turgan uyimizni qimorda yutqizib qo'ydilar. Nima? Shu gap rostmi? Rost desam nima qila olardingiz? Seni shu niyatda katta qilganmidim? Ota-onamdan erta yetim qoldi deb ko'nglingga qaradim. Menga ko'rsatgan rahmating shumi endi? Oyi, bu odam ko'chada uxlaydimi? Uyi yo'qmi? Ba'zi odamlar o'zini baxtsizligiga faqat o'zlari sababchi bo'lishadi. Yura qol.